Odam o'zgaruvchanmi degan savol berishadi. Mana odam o'zgaradimi deyishadi-da. Qachonlardir oldin masalan men yo'q, odam o'zgarmaydi. Ya'ni odam qanaqa bo'lsa shunaqa qolaveradi, insonlarga shans berish kerak emas. Odamlar mana qanaqa bo'lsa shu holatda qoladi degan fikr bilan qat'iy yashardim. Lekin mana qancha o'sgan sari, o'qigan sari, rivojlanganim sari, umuman ayollardagi o'zgarishlarni kuzatganim sari bitta dahshat haqiqatga kelib bo'lganman. Bu haqiqatni mendan hech kim olib qo'ya olmaydi-da. Inson o'zgaruvchan. Va bizga bu har birimizni qo'limizdan keladi. Shunchaki xohish kerak. Xohish kerak. O'ziga ha, men shunaqaman, lekin bu muammo emas, tragediya emas. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Men buning ustida ishlashga tayyorman deyish, ya'ni tan olish va qadam tashlash. Mana shu qadam tashlab, shunchaki qadam tashlaganingiz sari ustozlar keladi, kimnidir kuzatishni boshlaysiz, o'zingizga yangi bilimlarni olib, yangi pog'onalarga o'saverasiz.